Assalomu alaykum barchangizga. Mana bugun Greenleaf'dan mana shunaqa quvurlarni tozalaydigan mahsulotni ishlatib ko'rsatamiz. Chunki mana har doim ko'rsataman derdim-ku. Vaqtim bo'lmayotgan edi. Mana buni birinchi qaynagan suvni rakvinaga to'kib olamiz. O'zini birinchi. Keyin mana ichida shunaqa kapsulaga o'xshagan qattiq narsachalar bo'ladi. Qaynab chiqadi. Orqasidan ancha muddat qaynab turgan suvni quyib turish kerak, chunki turbalar